Agarda Qibray atrofidan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklifni bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akalar, Qibray tumani Salar shaharchasida joylashgan umumiy 907 sotix yer maydoniga joylashgan uchastka srojni sotiladi. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla. Bir xilda uchastkalar ketgan. Old taraf fasadi 32+ chiqyapti. Ichkariga to'g'ri burchak shaklida joylashgan 30 metr kiryapmiz. Menimcha kattasilar uchun ham bundan ortiq variant bo'lmasa kerak. Akalar, ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, kiraverishga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Tapchanli joylar, asosiy binoning o'zida 6-7 xonalari joylashgan, remontlari o'rtacha holatda. Kelib baribir bitta remont qilish kerak bo'ladi. Bu yerdagi binosini ko'radigan bo'lsak, alohida sanuzol, kuxnya, kladovkalar joylashgan bo'ladi. Ikkita alohida временка xonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Chorvachilik qilaman desanglar ham sharoitlarni yaratib qo'yishdi. To'g'ri burchak shaklida joylashgan, keng katta hovlisi, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Qibray tumani Salar shaharchasida joylashgan 907 sotixli uchastkamizda sizlar uchun narxini 270 ming dollarga qo'yamiz. Albatta kelishadigan joylari bor. Pastda egalar nomerini qoldiraman, bemalol savdolashmasanglar bo'ladi.